Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Janubiy Koreyaning Kangwon-do viloyatida joylashgan Cheraksan milliy bog'iga tashrif buyurdik. Bugun biz siz azizlar bilan bu yerning go'zal manzarasi va boy tarixiga birgalikda sayohat qilamiz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Qani ketdik. Mana azizlar, biz boya yuqorida aytib o'tgan tarixiy maskanga yetib keldik. Ushbu ko'rib turgan joylar qadimiy buddistlarning Göbangsa deb nomlangan qadimiy ibodatxonasi bo'lib, mana bu ko'rib turgan joylar bu ibodatxonaning kirish qismi hisoblanadi. Hozirda sizlar bilan birgalikda ushbu joydan yuqoriga ko'tarilib, ichkarilarni birgalikda tomosha qilamiz. Qani keting. Gyeongsa nafaqat diniy markaz, balki tabiatga chiqish va sayohat qilish uchun ajoyib joydir. Bu yerga kelib sayohatchilar Koreyaning tabiiy go'zalliklarini tomosha qilishlari mumkin. Ko'plab ziyoratchilar va sayohatchilar ibodatxonaning atrofida yo'llardan piyoda yurish yoki tog'ga chiqish uchun kelishadi. Gyeongsa ibodatxonasi Koreyaning mashhur turistik joylaridan biri bo'lib, nafaqat diniy, balki tarixiy va madaniy ahamiyatga ega. Sayohatchilar bu yerga ziyorat qilish uchun kelishadi va uni Koreyaning buddist madaniyati merosi bilan tanishish imkoniyati sifatida baholashadi. Ushbu ortimda turgan rang-barang sharlarga ilingan qog'ozlarda bu yerga tashrif buyurgan insonlar o'z ibodatlarini amalga oshirgandan keyin qalbida borki jamiki tilak-istaklarini ushbu qog'ozlarga ilib, shu joyga ilib ketishadi. Ular o'ylashadi, shu bilan o'zlarining qalbidagi niyatlar amalga oshadi. Mana orqamizda xuddi shunday amallar bajarilyapti hozirda. Ko'rishlaringiz mumkin. Azizlar, biz shu Budda ibodatxonasining asosiy qismini olib, bu yerda odamlar kelib o'z ibodatlarini amalga oshirishadi. O'z ibodatlarini amalga oshirib bo'lgandan keyin mana bu yerga o'z ehsonlarini qo'yib va tilaklarini bajarib ketishadi. Mana hozir ham ko'rishingiz mumkinki, ibodat etgan shaxslarni mana do'stlar, bu asosiy ibodat qilish xonasi bo'lib, ushbu ibodatxona haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, ushbu ibodatxona 670-yilda Silla davrida barpo etilgan bo'lib, hozirda 1300 yildan oshiq tarixga ega. Bu joy Koreyaning eng tarixiy maskanlaridan biri hisoblanadi. Bu yerga juda ham ko'plab turistlar hamda mahalliy aholi ibodat qilish maqsadida yoki atrofni tomosha qilish maqsadida tashrif buyurishadi. Bu yerning nomiga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, bu yerni afsonalarga ko'ra bir rohib tashrif buyurib, bu yerdan ibodatxona qurish maqsadini bo'ladi va ushbu ibodatxonani qurish paytida bu yerda yashaydigan 9 ajdarho unga qarshilik qilib, osmondan yomg'ir yog'dirib, bu yerni suvga to'ldiradi va rohib qog'ozga o'z sehrli so'zlarini yozib ushbu suvga tashlaganda suv so'rilib yana quruqlikka aylanadi va ushbu ibodatxona barpo bo'ladi. Shu bilan bu ibodatxonaga 9 ajdar ibodatxonasi, ya'ni Göbangsa ibodatxonasi nomi beriladi. Bu yerga ko'p aholi ibodat qilib bo'lgandan keyin mana bunday ehsonlarni tashlab ketishadi. Ko'rib turganingizdek, bizda musulmonlarda muqaddas narsa non hisoblansa, bularda guruch hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin va mana bunday shamlarni yoqib, o'z ibodatlarini qilib bo'lgach, xuddi shu joylarga qo'yib ketishadi.
Mana azizlar, bugungi vlogimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiskalarni ayamasizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.